Porsche so'zini eshitishingiz bilan ko'z oldingizga nima keladi? Albatta, afsonaviy Porsche 911. Mashinaning orqa qismidan kelayotgan g'irillagan vahshiy ovoz, yuqori tezlik va haqiqiy sportkar silueti. Bugungi kunda Porsche bu sof benzin hidiga to'yingan avtosport ramzi hisoblanadi. Ammo shu joyda bir savol tug'iladi. Avtomobilsozlik tarixidagi eng buyuk muhandislardan biri, benzinli sportkarlar otasi sanalgan Ferdinand Porschening eng birinchi mashinasi nima bo'lgan? Keling, bu haqda aytib berishimdan oldin bir narsaga kelishib olamiz. Agar bu ma'lumot sizni hayron qoldira olsa, bizga obuna bo'lib qo'yasiz. Kelishdikmi? Gap shundaki, uning birinchi ijodi umuman benzinli bo'lmagan. 1898-yilda motorlar haddan tashqari shovqinli va tutunli bo'lgan bir davrda yosh Ferdinand tarixdagi ilk muvaffaqiyatli elektromobillardan biri Lohner Porsche'ni yaratadi. Daho yechim uning ishlashida edi. Porsche oddiy elektr motorlarni kapot ostiga emas, to'g'ridan-to'g'ri g'ildiraklar ichiga o'rnatib chiqqan. Natijada uzatmalar qutisiga umuman ehtiyoj qolmagan. Keyinchalik u 4 tala g'ildirakka ham alohida motor o'rnatib, tarixdagi eng ilg'or to'liq tortuvchi elektromobilni yasagan. Tasavvur qilyapsizmi? Biz hozir eng zamonaviy avtomobillarda ko'radigan quad motor texnologiyasini u 100 yildan ko'proq vaqt oldin amalda sinagan. Yagona muammo o'sha davrdagi batareyalar juda og'ir edi va zaryadi tez tugab qolardi. Shunda u yo'l-yo'lakay batareyani zaryadlash uchun kichik benzinli generator qo'shib, tarixdagi ilk amaliy gibrid mashinalardan birini ham yiqqan. Biz elektromobillarni 21-asrning trendi deb bilamiz. Aslida esa afsonaviy benzinli sportkarlar yaratuvchisi zamonaviy avtosanoatdan kamida 100 yil oldinda yurgan edi. Agar o'sha paytda batareyalar texnologiyasi hozirgidek rivojlangan bo'lganida, ehtimol biz bugun benzinli motorlar nimaligini umuman bilmagan bo'lardik.